Assalomu alaykum, yana bir bor. Navbatdagi pechkamiz Xo'jaobod tumani Qorabuloq MFga o'rnatib berdik. Mana 1.5lik tekis pechkamizdan imkon qadar shoflarni bir xilda holatda chiroyli qilib qo'ldan kelgancha qilishga harakat qilamiz doim. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Barcha mahsulotlar ichida o'zimiz olib borib o'rnatib beramiz. Pechimiz tepalariga tunika qo'yilgan mana list. Artib ishlatilaveradi. Tag qismlari ham doimgidek shu tunika listlardan qo'yib, bu yerlarni 1 sm bukib qo'yganmiz. O'tin ko'mir yoqqanda tushib ketish ehtimoli bor ko'mirlarni. G'ishti burchagini sindirib qo'ymasligiga qilinadigan narsa. Pechkamizni kuldoni chiqadi. Buni bemalol kullarini olib tozalagani qulay. Bu joyi shu o't yoqadigan joy. Setkalari cho'yan bo'ladi. Oldida bitta duxovkasi bor. Bu joylaridan tozalaydigan xoti nari tomonda yana bitta bo'ladi. 1.5liklarga ikkita, 1.30, 1.35liklarga 3 talik bo'ladi. Bu mo'rimiz ham bu yerdan ulangan, chiqadi, ajraydi, tozalagani qulay. Ishlatishga yaxshi. Isitishlar, effekt berishlari yaxshi bo'ladi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Orqa tomonni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Videoni pauza qilib ikkinchi xonaga kelib qaytib chiqdim. Svet yo'ligacha qorong'i videoga yaxshi chiqmaydi, olmay qoldim. Orqa tomonni. Orqa ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Deyarli bir xil. Keyin pena bilovdan qilingan uyga o'rnatganmiz. Ko'pchilik so'raydi, pena bilovdan qilganmiz uyda pechka qursa bo'ladimi deydi. Bo'ladi albatta. Mo'rlari ham devordan chiqib ketmagan, tekis holatda qilingan. Ashka qilishar ekan. Bitirib berdik. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab barcha mahsulotlar ichida olib borib chiroyli holatda o'rnatib beramiz.